Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mana shu atrofda Abbos Dollar degan odamning uyi bor ekan, bilmaysizmi? Kreditdan qamalib ketadimi? Yo'q, qanaqa kredit? Men Abbos Dollar qizini yaxshi ko'raman. Shunga sovchilikka kelyapti. Sovchilikka? Ha. Yaqinda Amerikaga ketaman. Green karta chiqdi menga. Yo'q. Ha. Qizini ham, o'zini ham olib ketasanmi Abbos Dollardan? Balkim bo'lishi mumkin. Mana u, mana. Nima qilibsiz bu yerda? Seni shaharga olib ketgani keldim. Nima bo'lyapti? Bu kim bu? Iflos chakkan bu? Tushunmadim. Men qizingizni qo'lini so'rab keldim. O'zingni qo'ling yo'qmi? Kalla baram. Yo, siz noto'g'ri tushunyapsiz. Men qizingizni yaxshi ko'raman. Sovchilikka keldim. Bor o'qishingga borsan. Nimaga kelding? Nima ish qilasan o'zi? Menmi? Ha. Stilistman. Stilist? Bor yo'qol. Stilistga beradigan qizim yo'qman sani. Bunga green card chiqqan. Kimga? Bolaga. Ilohim amin. Mehmon atoyi Xudo. Ha, salom qarzi Xudo. Hamsaya haqqi Xudo deyiladi-da. Qachon ketamiz, kuyov bola? Shu o'zingiz birinchi ketasizmi yo qizimni olib ketasizmi? Olib ketamiz. Olib ketasiz. Meni ham chaqirib ishdan chiqmasin. Har birimizga borku Kaliforniyaga, Pensilvaniyaga, ha, Texasga, Bruklinga borib pur haydash hammamizga nasib qilsin. Shuncha yil men o'ynayman, chiqmaydi. Qayerda o'ynading o'zi? Mana o'zimiz Urgutda Profit Green Card markazidan bir marta o'ynadim, sirasi chiqdi. Yo'q, oldin ko'rmaganman seni. Kimsan sen o'zi? Ha, meni kuyovim bo'ladi-da bu. Yo'q.